Qayerga ekan ukam? O'tir. Voy, chachingga qara, uka nechaga kirgansan? 29. Chap katta bola, mana shunaqa qilib yurishga uyatmaysanmi? Nima, sochim boshingizda turibdimi siz, ha? Men kimligimni bilasizmi? Kimligimni bilasizmi? Yo'q, kimsan? Menichi Dima tez yozar deb qo'yibdi, tushundingizmi? Uka menga lishning gap qilma. Kecha qamoqdan chiqqanman. Urib qo'raman, chiqarib yuboraman. Ey, kerak bo'lsa-chi, meni ichki ishlar ham, xalq qabulxonasi ham taniydi. Kerak bo'lsa bir kunda marshutkadan tushirib yuboraman, tushundingmi? Yo'q. Ha? İplos açkıyım avgap ketdi. Xo'p, yozib beraman. Voy, kameralar ko'payib ketibdi senim. Undan ko'ra o'zimning kameram yaxshi edi. Qo'lingizdagi tatuirovkami? Ha, qo'limdagi tatuirovka. Как раз tatuirovkasi borlar menga yoqadi. Yo'q. Mo'ylovingiz ham boshqacha ekanmi? Ha, mo'ylovmi? O'zimga ham yoqadi. Shu desiz, kecha qamoqdan chiqdim-da. Qamalib chiqqanmisiz? Ha. Qamalib chiqqanlar yoqadi-da. Juda shubhali. To'g'risini ayt, puling yo'qmi? Ha, yo'q. Shu qiz bolani urmayman deyman, o'zlari majbur qiladi-da. Baki! Hop. Sen bankdan chiqarsan, senda katta pul bor. Bersen ber, bo'lmasa otib yuboraman. Birinchidan men bankka kredit to'lagan kirdim. Keyin men sen bilan po'lat o'ynashga vaqtim yo'q. Olib kel, ey! Telefonimni qaytib bering, ayamdan yodgorlik edi.